Bizani ham shunaqa yoshli paytimizda rahmatli buvijonim juda ham zo'r joylarga aylantirishlarga olib borardilar. Olamdan o'tganlaridan keyin ular bilan bog'liq shunaqa shirin xotiralar yodimizda qolgan. Birinchi iyun bolalar kunida ham sovg'a salomlar bilan maza qilib aylanishlarga borardik. Bu xotirlar umuman o'chmas ekan. Aziz onajonlar, aziz otajonlar, aziz buvijonlar, sizlar ham bu o'tkinchi hayotda uyda o'tirurmasdan hoziroq farzandlaringizni, oilangizni olib Yashnobod tumanida joylashgan Ailey restoraniga keling. Farzandlaringizni esa shundoq oldidagi Pixel bolalar o'yingohiga kirg'azib boring. Bolajonlaringiz maza qilib o'ynayotgan paytda issiq taomlarni maza qilib siz ham o'tirib yeb olasiz. Ailey restoranidagi xizmat ko'rsatish va taomlariga 100 dan 100 ball qo'ydim. Salatlari juda ham mazali, hamma taomlar mehr bilan tayyorlangani bilinib turibdi. Atmosferasiga gap bo'lishi mumkin emas. Pixel o'yingohida esa bolajonlarimiz o'ynayotganini shu yerdan ham kuzatib tursa bo'ladi. Bir payt hamma chiroqni o'chirib qiy-chuv bo'lsa, nima bo'ldi deb qo'rqib ketibman. Bunda bitta bolajonimizni tug'ilgan kunini nishonlashayotgan ekan. Ota-onalarni, o'zinglarni yoki bolajoninglarni tug'ilgan kuni bo'lsa, shu yerga kelaverasizlar. Yoshlar ulug' buvijonim ham hammani duo qilib qo'ydilar. Bolajonlar juda xursand.